Prям hech narsa his kelmayaptimi? Hech narsa qilmang. Dangasining 95% bu shunchaki charchoq. Men bu narsani ko'p ta'kidlayman. Odamlar hustle culture deydi bu narsani. Shunaqa bir miyasiga o'rnatishib olganda, men har doim to'xtamasdan ishlashim kerak. Unaqa emas, u benzin tugaydi. Sen oddiy telefoningni ham zaryadga qo'yasan-ku. Eng qizig'i telefoningni sen zaryadga qachon qo'yasan? Qizil zonaga o'tganda qo'yasan. O'sha misol uchun 20-30% da ko'pchilik telefonni zaryadga qo'yadi. Misol uchun men telefonimni ertalabdan beri ishlatyapman, 73% bo'pti endi. Masala nimada? Dam olish charchoqdan oldin bo'lmasa, charchaganingizdan keyin dam sizga yordam bermaydi. Agar uxlab uyquga to'ymayotgan bo'lsangiz, agar dam olishga to'ymayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan energetik balansingizni buzib olgansiz. O'zingizni qiynab tashlab, ha deb to'xtamasdan non-stop ishlash kerak emas, tanaffuslar kerak orada. Tartibli ishlasangiz, ozgina ishib, ko'pgina narsani amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Ha, tartibsiz ishlasangiz, kun bo'yi itda ishlab charchaysizda, umuman hech narsaga erisha olmaysiz. Shuning uchun hayotingizni tartibga keltiring va ishlash jarayonida dam olishni ham o'rganing. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Paka-paka.